Surxondaryo O'zbekistonning janubiy darvozasi, boy tarixi va betakror madaniyati bilan mashhur hududlardan biri. Bu zaminda shakllangan xalq amaliy san'atining eng yorqin namunalaridan biri so'zana san'atidir. Qadim-qadimdan bu hunarmandchilik yo'nalishi nafaqat ayollarning ijodiyatida, balki milliy ma'naviyati, xalqning hayot tarzi va orzu-umidlarini o'zida mujassam etgan. Kuni kecha Termiz davlat muzey qo'riqxonasida Surxondaryo so'zanalari tarixiy, etnografik va madaniy meros sifatida nomli ilmiy-amaliy seminar tashkil etildi. Tadbirda turli sohalar mutaxassislari, olimlar, taniqli hunarmandlar va yosh tadqiqotchilar ishtirok etishdi. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz. Surxondaryo so'zanalari tarixiy, etnografik va madaniy meros sifatida nomli ilmiy-amaliy seminarda turli sohalar mutaxassislari, olimlar, taniqli hunarmandlar va yosh tadqiqotchilar ishtirok etishdi. Seminar qatnashchilari ta'kidlaganidek, so'zana bu faqat bezak emas, balki xalqning ruhiyati, didi va hayot tarzining timsoli ekanligi xususida fikr-mulohazalarini bildirishdi. U har bir ayolning qalb qo'ri, dunyoqarashi va badiiy tabi bilan bog'liq. Har bir naqsh, har bir ip o'ziga xos ma'noni, tarixni va hikmatni o'z ichiga oladi. Ayniqsa Surxondaryoda yaratilgan so'zanalarning o'ziga xos uslubi, murakkab tuzilishi va yorqin ranglari uni boshqa maktablardan ajratib turadi. Seminarda biz hozirgi kunda o'sha so'zanalarning bizning hayotimizdagi o'rni, undan keyingi jarayonda esa o'sha so'zanalarning naqshlarning o'zgarishi, yo'qolib borilishi haqida mana shu yerda suhbat olib borildi. Bu so'zanalar haqida gapiradigan bo'lsak, so'zana bu Surxondaryo viloyatida tumanlariga xos bo'lgan naqshlarda bir-biriga farq qiladigan bu amaliy san'atning bir qismidir. Chunki bu san'atda Surxondaryo viloyatida Qo'ng'irot xalqini, Laqay xalqini olib qaraydigan bo'lsak, ularning san'atidagi, bezaklardagi bir-biriga o'xshamaslik tomonlarini ko'rib o'tish mumkin. So'zana tarixini olib qaraydigan bo'lsak, uning tarixi bizning tariximizning qa'riga borib taqaladi. Chunki biz arxeologik qazuv ishlarida olib borilgan arxeologik ashyolardan terakottalarni olib qaraydigan bo'lsak, o'sha terakotta haykalchalarning tasvirlarida ham mana shu naqshlarni ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'sha bizning san'atga bo'lgan nimamiz, o'sha tarixga borib taqalishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari mana shu bizning Zaravtsoy qoyatosh tasvirlarimizda, bolalik tepadagi tasvirlarda olib qaraydigan bo'lsak, o'sha bizning amaliy bezak san'atimizning borligini ko'rish mumkin. Bu esa o'sha Surxondaryo viloyatida kashtachilik san'atining maktabi juda boyligini ko'rishimiz mumkin. Chunki bu san'at xalqimizning qo'l mehnatidan yaratiladigan, bu mehnatdan kelib chiqadigan bu asarlar hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatimiz so'zanalari O'zbekistonning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Bugungi kunda ular jahonning turli burchaklaridagi san'at ixlosmandlari tomonidan yuksak baholanmoqda. Shu bois ushbu seminar xalq amaliy san'atini yanada keng targ'ib qilish, yosh avlod ongida milliy iftixorni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun maqsad seminari Surxondaryo kashta maktabi rivoj uchun, saqlash uchun va reklama, brend qilish uchun. Chunki Surxondaryo kashta tarixi juda boy. Surxondaryo kashta bu bizning madaniy merosi bu, tarixiy bu. Surxondaryo kashta bo'yicha etnografiya boy. U bekor emas, Samarqand, Buxoro yoki turistlar kelib sotib olayapti. Chunki hozir har yili turistlar ko'paytiryapti bizning mamlakatga, kelyapti va ham Surxondaryoga kelyapti. Ular talabi bor. Madaniyat meros, qiziqish odamlar juda ko'p. Albatta, so'zana bu nafaqat go'zal hunarmandchilik namunasi, balki xalqimizning ruhiy merosi, xotirasi va kelajakka qoldirayotgan madaniy xatti-harakatidir. Uning har bir ipida tarix, har bir naqshida esa hikmat yashiringan.